Assalomu alaykum Mastertom YouTube kuzatuvchilari. Biz Mastertom kompaniyasi rahbar boshchiligida metallurgiya zavodi bo'yicha nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda yagona sanalgan Samarqand metallurgiya zavodiga kelganmiz. Bu yerda ish jarayonlari qanday tartibda amalga oshiriladi? Inshaalloh ekskursiya davomida Jonibek akamiz tanishtiradilar. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsizlar. Endi boshladik aka. Ketdik. Azamat aka, assalomu alaykum. Siz ekskursiya shunchaki bomba, maza qildim. Endi qarang, bir-ikki savollarim bor. Bu meni ham qiziqtirgan, kuzatuvchilarni ham qiziqtiryapti. Men ilgari tunka mahsulotida kraska qanchalik qalin bo'lsa, zo'r deb bilardim-da. Lekin bugungi ekskursiyada bildimki, unaqa emas ekan. Sabablarini keltirib bering shuni. To'g'ri savol beryapsiz va o'rinli. Bunga qisqaroq qilib javob beraman. Endi kraska miqdori qanchalik qalin degani bu sifati degani emas. Nega deganda kraskani olinayotgan joyi va uni tarkibi muhim hisoblanadi. Endi kraska deganda uni quyoshga chidamliligi, korroziyaga chidamlilik darajalari bor va o'shaga asosan kraskaning turlari bor. Biz asosan ROV3 turdagi kraskasidan foydalanamiz. Bu degani o'sha siz aytayotgan savolga javob, kraska miqdori qanchalik qalin bo'lsa ham, uni past bo'lsa ham, uni chidamliligi yo'qolmaydi degani. Bir xilda ketadi. Bir xilda ketadi. Agar u past bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa turdagi kraskadan foydalanyapti, unda sifati pastroq degani. Biz uchun maxsus ishlab chiqarilayotgan tunka ruloniga qaysi firma kraskasidan ishlatilyapti aka? Tushunarli. Biz hozirda Rossiyaning Prime Top, Yarli va Yevropaning SP Color, Aksinobel va PPG firmalariga ishlatyapmiz. Sizlar uchun maxsus sifatida, ya'ni maxsus buyurtma asosida Yarli firmasining polimer boshqa firmalarga qaraganda buni sifati qanaqa? Boshqa firmalarga qaraganda buning sifati ustunroq, balandroq. Zo'r, xursandman aka. Endi qarang, umumiy holatda Samaza tunkalariga qaysi zavodning kraskasini ko'proq ishlatasizlar? Biz ayni paytda eng sifatlisini tanladik va eng sifatlisini ishonch bilan ayta olamanki, Yarli deb. Yarli. Hozirda biz Yarli firmasining kraskalarini ishlatyapmiz. Necha foiz qismida? Asosan shu 80-90% aynan mana shu kompaniya kraskasini ishlatasizlar. Ishlatamiz. Zo'r, xursand bo'ldim. Kraskani o'chib ketmasligiga sink qatlami qanchalik ahamiyatli? Sink qatlami deganda bu boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsa, uyimizni fundamenti nazarda tutamiz. Uyimizni fundamenti qanchalik balandroq bo'lgani bilan, lekin uyingizni tomi mustahkam bo'lmasa, uyingizni tagi baribir sho'rlab ketadi degani. Demak, tunka rulonni sink qatlami bu fundament. Bu shunchaki fundament. Polimer qoplama, ya'ni ustidagi kraska miqdori sifatli bo'lsa, tagidagi sink qatlam unchalik ko'p qalin bo'lmasa ham, ko'p bo'lmasa ham, bu sifatsiz degani emas. Ma'lumotlar shunchaki bomba. Endi qarangda, tunka o'z holatini yo'qotmasligiga sink qatlamini qanchalik ahamiyati bor? Sink miqdori qanchalik mustahkamroq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni balandroq bo'ladigan bo'lsa, bunda polimer qoplama shunchalik mustahkam yopishadi va uni korroziyaga chidamliligi shunchalik oshadi. Demak, kuzatuvchilarga sal soddaroq tushuntiraylik. Bu sink qatlami tunka mahsuloti bilan kraska mahsulotini o'rtasidagi bog'lab beruvchi mahsulot. Demak, u qalin yoki parashligiga bu tunka o'z holatini yo'qotmasligiga ahamiyati bormi? Bor. U ham ma'lum miqdorda, agar sink miqdori qanchalik kam bo'ladigan bo'lsa, sho'rlab ketish ehtimoli yuqoriroq bo'lishi mumkin. Agar u ko'proq bo'ladigan bo'lsa, sifat oshadi. Ya'ni mustahkamroq bo'ladi degani. Samarqand metallurgiya zavodi ishlab chiqarilayotgan tunka rulonlariga O'zbekistonning barcha hududlarida kafolat bir xilmi? Deyarli bir xil. Endi kengroq to'xtalamiz. Nima uchun? Bilamizki, metallimiz polimer qoplamadan iborat. Bu kimyoviy ishlab chiqarish zavodlariga yaqinroq bo'lgan hududlarda nisbatan pasayadi. Suvlik joylar, namlik joylar yoki quruq, tuzli joylar bo'ladi-ku. O'shalarga nisbatan yo'qolib ketmaydi, lekin kafolat biroz pasayadi. Taxminan necha yilga? 1-2 yil. 1-2 yil. Endi tanganing ikkinchi tomoni bor. Qay holatlarda kafolat umuman yo'qolib ketadi?
Endi yo'qolib ketishiga asosiy sabablardan bittasi noto'g'ri ustanovka qilish va noto'g'ri saqlash metal mahsulotlar. Ya'ni qanaqa? Ya'ni birinchi navbatda saqlash sharoitiga kelayotgan bo'lsak, bizni mahsulotimizda rulon holatida siz uni skladingizga saqladingiz, ichiga suv kirdi, unda sho'rlashi mumkin. Bu bittasi. Ikkinchisi, o'rnatish jarayonida tomingizga o'rnatyapsiz, to'g'ri kelmagan joylarini siz maxsus kesuvchi uskunalar, bolgarka bilan kesdingiz, unda uchayotgan shlak mahsulotlari, temir qipig'lari metal ustiga o'tirib qolib, bu sho'rlashni yoki zanglashni tezlashtirib yuborishi mumkin. O'shanday holatlarda amal qilmasligi. Demak, bolgarka bilan ishlash qat'iyan man qiladi. Qat'iyan man qiladi. Undan tashqari, samarezni qotirish jarayonida valnachalarni o'rtasiga qotirish, ya'ni ariqchasi bo'ladi, o'shani o'rtasiga qotirish ham bu bizni kafolatimizni yo'qqa chiqaradi desak ham bo'ladi. Tushunarli. Hop, Azamat aka, qarangda, Samarqand metallurgiya zavodini tunkalarini xalqimiz ikkilanmasdan olishlari uchun 3 ta eng asosiy sabablarni aytib bering. Birinchisi, zamonaviy texnologiyalar. Buni ko'rdim. Haqiqatda qoyil qoldim. Ikkinchisi, bizni qabul qilib olayotgan va ishlatayotgan seriyamiz. Ya'ni Magnitogorskning MMK firmasida olayotgan metal mahsulotlarimiz va Rossiyadan kelayotgan polimer qoplamalarimiz. Metal mahsulotlari ham, seriyalari ham hammasi Rossiya Magnitogorsk keladi. Aka, uchinchisi. Uchinchisi, biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni katta qismini asosan eksportga yo'naltirmoqdamiz. O'shandan teng yarmini esa Rossiya Federatsiyasiga eksport qilib yuboryapmiz. Rossiyaga ham? Albatta. Rossiyaning o'zining 3 ta yirik metallurgiya kompaniyalari bo'la turib, aynan bizni metallurgiya zavodimizdan mahsulot sotib olishlariga siz qanday qaraysiz? No, sifat bo'lsa kerak-da, ko'rib turibman. Albatta, javobini o'zingiz aytdingiz-ku. Salomat bo'ling aka. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi Samarqand metallurgiya zavodiga bo'lgan ekskursiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Samarqand metallurgiya zavodi ma'muriyatiga taklif uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va yanada yuksalishlarni, hozirgacha erishgan yutuqlari, kelgusida erishadigan yutuqlarning oldida bir uchqun bo'lib qolishini Yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh aka. Inshaalloh. Tez orada yangiliklarda ko'rishni nasib qilsin. Inshaalloh. Salomat bo'ling.